Grafikasi o'yinlarda o'zini tutishida grafikasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi PlayStationdan boshlaymiz. PlayStation 2 360 ni boshlaymiz endi bu.
keyin ham bir ko'rib baho beringlar o'zlaringiz. Togo endi bu yerda nima desa bo'ladi? To'g'ri 360 slimda o'yinga kirish, ya'ni konsolni yoqish, o'yinga kirish juda ham tez amalga oshirilyapti. Zagruzkalar juda tez. PS3 ga qaraganda Xbox 360 tez. Va bu FPS lari baribir 360 da FPS juda stabilroq. Ayrim o'yinlarda baribir sochliroq effekt beradi. Bu men emas, endi boshqalarda ham fikri, endi ko'z aldamaydi. Men buni maqtamoqchi ham emasman. Endi ko'z bilan ko'rib turgandan keyin qanday qilib buni PlayStation 3 bilan bir xil deyish mumkin. Lekin bu yerda 360 haqiqatan ham zo'r. Respekt. Zo'r. Lekin degan joylarda PlayStation yutib chiqadi. Sababi nima? Bu yerda o'yinlar, ya'ni eksklyuziv o'yinlar bo'yicha baribir Xbox 360 dan PlayStation 3 ancha zo'r va modniyroq desa ham bo'ladi. Negaki o'zlaringiz bilasizlar, Uncharted, Одни из нас, God of War, o'sha o'yinlar hammasi eksklyuziv tarzda PlayStationga chiqqan. Bunda esa Forza Horizon bor, Halo bor, Gears of War bor, yana qaysi o'yin bor edi? Alan Wake, adashmasam o'sha o'yinlar bor. Lekin baribir buni oldida bu choy damlaydi xullas. PlayStation yutib chiqadi, bari eksklyuziv o'yinlar bo'yicha PlayStation zo'r. Lekin agar stabil grafika, Assassin's Creed, Red Dead Redemption o'yinlarida endi FPS grafikalari baribir so'chlaydi. Va juda ham ko'p o'yinlar, Crysis qolasini boshqa emasmi? So'chliroq desa ham bo'ladi. Bunda eksklyuziv, hikoyaviy, proxождение o'yinlar, zo'r, qiziqarli o'yinlar baribir PlayStation 3 da. O'shaning uchun ham tanlovlaringga bog'liq. Men qo'limdan kelgancha obzor qilishga harakat qildim. O'zim bilganlarimni aytib berdim. Kitob tiklaganim yo'q, Wikipedia tiklaganim yo'q. O'zimni o'sha PlayStation, Xbox o'sha ishlarim ichida bularni hammasi o'zimda bo'lganligi uchun o'zimni tajribamdan kelib chiqib o'sha fikrlarni aytib berdim. Video yoqsa like bosinglar, obuna bo'lib ketinglar. Bolalar bo'lsa, lichkaga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, pakat.